Tataristondagi eng zo'r kitobxonaga obzor. Ketdik. Tatariston Respublikasi Milliy kitobxonasi Qozon shahari Pushkina 86 adresi bo'yicha o'rnashgan. Kiruv irikli. Ish vaqti ertangi 9 dan kechki 9 ga qadar. Әлеге китапханада татар, рус, чит телләрендә язылган 3,3 меңнән артык басма саклана. Монда китап укырга яратучылар өчен бик күп кызыклы авторлар һәм жанрлар. Kitobxona bugungi kun talablari bo'yicha ishlangan. Wi-Fi, kompyuter һәм boshqa texnika bilan jihozlantirilgan. Dizayn zamoncha ham motor. Kontent tushirish uchun bek yaxshi. Eng muhimi tinchlikni buzmasqa. Шулай ук музыка әсәрләрендә бик күп саклана. Әлеге kitobxonadan ochilgan ko'rinish o'zi bir motorlik. Bizni obzor singashasa, like qo'yib ham yozishga unutma.